Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni kuzatib o'tirgan aziz yurtdoshlar, hurmatli do'stlar, musofirda yurgan aziz birodarlar. Bugun ko'chmas mulkimiz Xudo xolosa Urganch shahrining markazida. Ya'ni garaj qismida Damrechda. Ya'ni Daritalam yaqin, Shimbolag'am yaqin, Karat kafe hamma qulay yerda joylashgan ikkinchi qavatda 2 xonali kvartiramiz. Garaj qismlari ochildi. Garaj qismlarimiz ham, devorlarimiz ham abo'y. Berimiz sanuzerimiz, hojatxonamiz. Bu yerimiz ayollarimiz uchun oshxonasi, dur konteyner qatorlarimiz ham ishlab turibdi. Oynalarimizda ham aqua и решетkalar bor ekan. Bu yerimiz oshxonasi. Bir oshxona bir atari şöyle bir kuxinni mebel zotib bersalar, boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Kanalimiz hurmatli obunachilari, joyimizni ikkilamchi kredit asosida beriladi. Ikkilamchi kredit asosida deganimiz berim mehmonxonasi. Ikkilamchi kredit asosida deganimiz ipotechli variantdan babu joyimizda chiqadi. Kanalimiz hurmatli obunachilar, joyning dokumentlarini o'zlarimiz taqlaymiz. Ama bemalol telefon olinglar, dokumentlarni biz ham saqlab beramiz. Yana bir yeri bor, ishlamagan odam ham yechida ishlamaydi, masalan, daromadi kuchli bo'ladi. Shunday odamlar ham shunday tadbirkorlar bo'ladi, nelar bo'ladi, shular ham dokumentlarni biz ham saqlab olib beramiz. Berimiz endi patti qo'yadigan zakrytый balkoni bo'ladi bularda. Oynalar aqua, решетkalar bor. Bellarimiz ham eshiklar almashtirilgan. Kanalimiz hurmatli obunachilar. Ipotechli variantda shunday bir kredit etib olsa bo'ladigan joyimiz bu kanalimiz hurmatli obunachilar. Berimiz spalnisi. Berimiz spalnisi, devorlarimizni ko'rib turganingizda abo'y. Konditsioner ham bor zimolaydi. Hamma narsasi ajoyib qulay. Tak, berimizda aqua, reshetka, jaluzi ham qoladi. Kanalimiz hurmatli obunachilar, aytib o'tganlarimizda ishlamagan odam ham ipotechli kredit etib beramiz. Telefon olinglar, qolgan telefonda gaplashiladi. Bemalol telefon qilinglar aziz yurtdoshlar.